Assalomu alaykum. Nogironlikni belgilashning raqamlashtirilgan tizimi yuzasidan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Nogironlikni belgilash tizimi raqamlashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 587-sonli hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan tizimda qator o'zgarishlar va qulayliklar yaratildi. Qaror bilan eng avvalo murojaat qilish tartibi yengillashtirildi. Avval bemorlar nogironlikni belgilash uchun faqat tuman markaziy poliklinikalarning vrachlik maslahat komissiyalariga og'zaki murojaat qilgan bo'lsa, endilikda nogironlikni belgilash masalasida Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, ijtimoiy xodimlar, mygov.uz portali va oilaviy shifokorlar orqali murojaat qilish imkoniyati yaratildi. Bu o'z navbatida fuqarolar uchun vaqt va mablag'ni tejaydi hamda jarayonda inson omilini qisqartiradi. Shu bilan birgalikda davolanish muddatlari bo'yicha talablar qayta ko'rib chiqildi. Avvalgi tizimda nogironlikni belgilashdan avval barcha bemorlar uchun bir xil davolanish muddatlari 4 oydan 6 oygacha belgilangan edi. Yangi qaror bilan bu talab bekor qilindi. Endilikda bemorlarning kasallik turi va holatidan kelib chiqib individual davolanish muddati va minimal tibbiy tekshiruv mezonlari belgilanadi. Bu choralar nogironlikni tez va adolatli belgilash imkonini yaratadi. Yana bir o'zgarishlardan biri bu yagona standartlarning joriy etilayotgani. Avval tizimda nogironlikni belgilash va reabilitatsiya tadbirlarini aniqlash bo'yicha yagona standartlar mavjud emas edi. Natijada turli hududlardagi nogironlikka doir xulosalarda va belgilashda xatoliklar mavjud bo'lgan. Yangi qaror bilan nogironlikka olib keluvchi asosiy kasalliklar ro'yxati bo'yicha yagona elektron standartlar mezonlar joriy etilmoqda. Endilikda nogironlik guruhini belgilash, davomiyligini aniqlash va reabilitatsiya yo'nalishlarini belgilashda butun respublika bo'ylab yagona talablar asosida amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda bolalar bo'yicha yangilangan ro'yxat shakllantirildi. Avvalgi tizimda o'zgalar parvarishiga muhtoj bolalarning kasalliklari ro'yxatida 34 ta kasalliklarning klinik jarayonida organizm funksiyalarining buzilishlari haqida muhtojlik davri aniq ko'rsatilmagan. Endilikda 18 yoshgacha bo'lgan o'zgalar parvarishiga muhtoj bolalar uchun kasalliklar ro'yxati yangi tahrirda tasdiqlandi. Bu amaliyot bolalarga nogironlikni belgilashda aniqlik, shaffoflik va adolatni ta'minlaydi. Yana bir qulayliklardan biri bu tibbiy ijtimoiy ekspertiza tizimida yagona yondashuv joriy qilindi. Avval yagona yondashuvni shakllantirish hamda tuman, shahar ekspert komissiyalari uslubiy ko'mak berib borish tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan hamda ko'rik ishlarini nazorat tariqasida yoki fuqarolarning arizalari asosida respublika darajasida o'rganish yo'lga qo'yilmagan edi. Yangi qaror bilan 130 ta hududiy tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalariga uslubiy ko'mak ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu orqali tibbiy xulosalar sifatini oshirish, qarorlar qabul qilishda yagona yondashuvni ta'minlash va xatolarni kamaytirishga erishiladi. Xulosa qilib aytganda, nogironlikni belgilash tizimining raqamlashtirilishi bu fuqarolarga qulaylik yaratish, inson omilini kamaytirish va shaffoflikni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Nogironlikni belgilashning raqamlashtirilgan yangi tizimi yuzasidan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.